Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagandan keyin qadirli qarindaşlar, Tarixqa Nazar programımızın 20. sanını anlaşanlarını qızgın qarşı alamiz. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın meşhur rəhbərlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabını diqqətinizə sunup kelyapmiz. Biz ötken qitimki sanımızda Şarkı Türkistan'da 2. Türkeş dövleti degan babdan başlap sözlep kelip 11. fasil Şarkı Türkistan'a yana Xitay istilası degan babga kelip to'xtagan edik. İnşallah bugün kelgan yerimizden başlap diqqətinizə sunuşni davam qilamiz. Mikrofon aldıda qarindaşlar Abdullah Yalqın. Birinci fasil Şarkı Türkistan'a yana Xitay istilası. Xitaylar kölçür bağa tarqanğa yardım qilish bahanasida Seriq Türkeşlərinin şarqı tarafi İmil ve Altayda yerleşken Qarluq, Yağma ve Toxsi qatarlıq qabileler arasıga köpligen askar kirgizib, ularning yerlerini işgal qilishga başladı. Bu qabileler qahramonlarcha öz istiqlalini mudafiə qilgan bolsa-mu, ahiri mag'lub bo'lib bo'ysunishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Xitoy va Kölçür o'rtasidagi munosabat buzildi va urush boshlandi. 3 yil davom qilgan urush natijasida Kölçür mag'lub bo'ldi va Xitoy askarlari tarafidan asir elindi. Miladi 744-yili o'ldirildi. Shuning bilan Qara va Seriq Türkeşlər Xitoy istilasi ostida qoldi. Sirdaryo vodiysigacha va Aral ko'li Xazar dengizi bo'ylarigacha tarqalgan bütün Türk qavmlari Xitoy istilasi ostida qoldi. Quchu va Olti shahardagi xalqlarmo Xitoy hokimiyatiga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Xitoyning bu istilachi qo'shinining qo'mondoni asli Koreya Chavshanlik bo'lgan Gao Shanji edi. Istila amalga eshib bo'lgandan keyin Gao Shanji bütün Türk yurtiga umumiy vali bo'lib tayinlandi. Gao Shanji ko'rinishda markaziy hukumatga qaraydigan bo'lsa-mu, amaliyotda o'z oldiga bir diktatordek hukm surdi. Pamir tog'laridagi Kanjut Tibetliklarni bo'ysundirdi. Türklarning bu falokatga uchraganlik ahvolidan Arab islom amirlari fursat bilib, butun G'arbiy Turkistonni besib olgan edi. Bularni tövanda bayon qilamiz. U chaqda Sharqi Turkiston hisoblanadigan Toshkent xoni Xitoy istilasidan saqlanish uchun jizya berish sharti ostida islom davlatining himoyasiga kirgan edi. Xalifa tarafidan Xurosonga umumiy vali bo'lib tayinlangan Nasr bin Sayyar Gao Shanji bilan urushmaslik to'xtamnomasi imzolagan. Miladi 737-yili Xurosonda mashhur Abu Muslim Xurosonining rahbarligida inqilob ko'tarildi. Natijada Nasr bin Sayyar mag'lub bo'lib 739-yili Toshkent va G'arbiy Turkiston Abu Muslimning qo'liga o'tdi. Gao Shanji bu vaziyatdan foydalanib miladi 748-yil Hijri 131-yili Toshkentga hujum qilib ishg'ol qildi. Xonni asir elib, xalqni bulab talab dahshatli qatliam qilib to'qmoqqa qaytdi. Toshkent xoni Xitoyga avatildi va u yerda o'ldirildi. Xonning o'g'li Xurosonga qochib berib, Abu Muslimdan yordam talab qildi. On ikkinchi fasil Sharqi Turkistonning Xitoy istilasidan qutulganligi va 1000 yilgacha Xitoy tajovuzidan xotirjam bo'lganligi. Gao Shanjining yuqorqi qilmishlarini Abu Muslim anglagan hamon Hijri 134-yil miladi 751-yili Ziyad bin Salih qo'mondonligida cho'ng bir qo'shinni Gao Shanji ustiga yo'lladi. Gao Shanji Qarluq qatorliq turk qabilalaridan nurg'un askar elib Ziyad bin Salih bilan urushga yo'lga chiqdi. Talas shahri yaqinlarida ikki dushman qo'shinlari uchrashib, urush boshlandi. 8 yildan beri Xitoy istilasidan qutulish uchun fursat kutib turgan turklar birlashib, Xitoy askarlarining ustiga qattiq hujum qildi. Gao Shanji ig'ir mag'lubiyatga uchrab, jinini elib qochdi. Qolgan askarlari turk qilichi ostida jon berdi.
Gavshanji shu qochqancha hech yerda to'xtamay Xitoy chegarasi ichiga kirib, jinini qutqazdi. Keyincha imperator tarafidan o'lim jazosiga mahkum bo'ldi. Gavshanjini mag'lub qilgan turk askarlarining to'laraqi Qarluq qabilasiga mansub edi. Xitoylar bu mag'lubiyatdan keyin 1000 yildan ko'proq bir zamongacha Turkistonga tajovuz qilishga petin olmadi. Shuning bilan hijriy 1172, milodiy 1759-yilgacha Turkiston xalqi Xitoy hujumidan qutulib, xotirjam yashadi. On 13. fasl Sharq Turkistonda qurilgan mustaqil davlatlar. Yuqorida aytganimizdek, Gavshanji qochgandan keyin Sharq Turkiston xonlari o'zicha mustaqil bo'lib qoldi. Beshbaliq, Imil va Oltoy o'lkalaridagi Qarluq qabilasi bu joylarda bir davlat qurdi. Quvchu, Qumul, Bariko'l va Olti shahardagi xonlarmi o'z oldilariga mustaqil biror davlat qurib oldi. Olti shahar xonlarimi har biri o'z o'lkasida mustaqil bo'ldi. Bu davlatlar ichida tarixiy ahamiyati jihatdan qaraganda Qarluq davlati muhim o'rinda turadi. Shuning uchun Qarluq davlatining tarixini bir oz tafsiliy bayon qilamiz. Qarluq davlati. Qarluq qabilasi g'arbiy va sharqiy ko'kturk davlatlari ichida eng ko'p va intayin muhim o'rinda turadigan bir turk qabilasi edi. Xitoy tarixida bularni Kuku, Urxun obidalarida bo'lsa, bularni 3 Qarluqlar deb ataydi. Bularning bir qismi O'tukan tog'larida o'ltiraqliq bo'lib, sharqiy ko'kturk davlatiga tava edi. Yana bir qismi Beshbaliq, Imil va Oltoyning g'arb tarafiga yerlashgan bo'lib, g'arbiy ko'kturk davlatiga tava edi. Xitoy istilosi davrida Xitoy ishg'oliyati ostida qolgan Xitoylar ojizlashib, turkashlarning Xitoyga qarshi urushlari boshlanganda, turkashlar tarafiga o'tib, Xitoyni mag'lub qilgan. Natijada Issiqko'lning janub va g'arbidagi joylarga ko'p sonda Qarluqlar ko'chib kelgan. Qutlug' ko'kturk davlati davrida butun Qarluqlar bu davlatning hokimiyati ostida edi. Sulu qolgan zamonasida O'tukan rayonidan boshqa joylardagi Qarluq qabilasining hammasi Sulu qolganiga tava bo'lib, Seriq turkashlar deb atalgan 5 qabila birlashmasi ichidagi qabilalardan biri bo'lib tashkillangan. Sulu qolgan vafot bo'lgandan keyin Qarluqlar Xitoy nufuzi ostiga kirib qoldi. Xitoylar bilan yaxshi munosabatda bo'lganlikdan Qarluqlarning to'lisi Gavshanjiga askar bo'lgan. Hijriy 134, milodiy 751-yili Ziyod bin Salih bilan Gavshanji o'rtasidagi talos urushida Xitoyga qarshi turgan va Xitoy askarlarini tamoman yo'qotib, shu yili Beshbaliq, Imil va G'arbi Oltoyda bir Qarluq davlati qurib chiqqan. O'tukan tog'lari etaklaridagi Qarluq qabilasi bo'lsa, Mo'g'ulistonda davlat qurib chiqqan Sharqiy Uyg'urlarning hokimiyati ostida edi. Ba'zi manbalarga ko'ra, Qarluqlar 8-asrning yarmida Chu daryosi vodisida o'tirg'a chiqqan. Hijriy 140, milodiy 757-yildan tortib Qarluq va Uyg'ur davlatlari o'rtasida to'qinish boshladi. Natijada O'tukandan Qarluqlar Oltoy atrofiga ko'plab ko'chib kelishga muvaffaq bo'ldi. Shuning bilan Qarluq davlati cho'ng bir kuchga ega bo'lib qoldi. Hijriy 149, milodiy 766-yili Qarluqlar g'arbga yurish qilib, Issiqko'l atrofidagi xonliq va bagliklarni o'ziga tava qilib, shimolda Oltoy, Yettusu, Ko'kcha dengiz, ya'ni Balqash ko'li g'arbida Sir daryosi va janubda Tangri tog'lari orasidagi turk yurtlarini ishg'ol qildi. Mana shunday qilib tashkillangan Qarluq davlati Qaraxonlar davlati qurilguncha o'z oldiga mustaqil yashadi. Qaraxonlar davlati qurilgandan keyin yabg'oliq darajasi bilan Qaraxonlarga tava bo'ldi. Demak, Hijriy 247, milodiy 861-yilgacha to'liq mustaqil qoldi. Qarluqlar Xalifa Harun Rashid zamonasida milodiy 793-yili Farg'onani oldi. Lekin keyincha islom askarlari g'olib kelib, Qarluqlar Farg'onani tashlab chiqib ketdi. Hijriy 189, milodiy 804-yilga kelganda Qarluq xoni, Uyg'ur xoni va Janubiy Turkistonni istilo qilgan Tibet xoni birlashib, Arab islom hokimiyatiga qarshi urush e'lon qildi.
Bir qancha qitimliq urushlardan keyin shu chaqda Xurason valisi bo'lib turgan Harun Rashidning o'g'li Mamun turklar bilan yaxshi munosabatda bo'lish siyosatini ijro qilganlikdan tinchlik o'rnatishni taklif qildi va o'tirdi sulhi bo'lib putishdi. Undan keyin qarluqlar orasida islom dini tarqalishga boshladi. G'arbiy Turkistondagi turk Samani islom davlati va qarluq davlatlari orasida uzun urushlar yuz bergan bo'lsa-mu, bir-biriga yaqin qo'shni bo'lgan bu ikki davlat bir muddat tinch birga yashadi. Bu ahvolmo qarluqlar orasida islom dinining tarqalishida muhim omil bo'ldi. Qarluq davlatining hijriy 267, milodiy 880-yili Qaraxonlar davlatiga qo'shilishi Qaraxonlarning qudrat tepib bir turk imperatorligi bo'lib maydonga chiqishida muhim rol o'ynagan. Qarluqlar Qaraxonlarga tava bo'lgandan keyin Ili daryosi vodisidan tortib Irtish daryosi vodisigacha so'zilgan 7 suv o'lkasida ichki jihatda mustaqil holda yashadi. Bularning xollari Yabg'u unvoni bilan ataldi. Bu vaziyat Chingizxon zamonasigacha davom qildi. 7 suvni hozir ruslar Semirchinskiy deb ataydi. Bu yerda kitobda bir izohat berilgan. Biz yuqorida o'qiganimizda Qaraxonlar deb o'qidik. Ammo hozirgi Uyg'urcha asarlarda bo'lsa, Qaraxonlar so'zi Qaraxoniylar deb elindi. 14-fasl 6 shahar va Quchudagi mustaqil kichik xonliqlar. Bu tarixlarda Sharq Turkistonda jami qancha mustaqil davlat bo'lganligi haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, Xitoy tarixlari Xotan, Yarkan, Qashqar, Kucha, Ro'ran, Kengit va Quchuda mustaqil xonliqlarning borligini xabar berdi. Tövendikilerden bularning siyosiy o'rni va kuchini ko'rib olishga bo'ladi. Gavshanji qochgandan keyin bu mustaqil xalqlar bir-birlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, tinch yashamoqda edi. Sharq shimoldagi, ya'ni Mo'g'ulistondagi Uyg'ur davlati bilanmi keyingi chaqlargacha munosabatlari yaxshi edi. Xitoy imperatorligining bu tarixda turklarga hukmronlik qila oladigan kuchi yo'qdi. Shuning uchun chiqishib turish siyosatini ijro qilib, Uyg'ur qag'anligi, Qarluq, Kucha va Xotan qatorliq xalqlarning hukmdorlariga davomli sovg'a salom yo'llab, bularni o'ziga do'st qilishga tirishmoqda edi. Hijriy 138, milodiy 755-yili O'nglik xon ismli bir turk qo'mondan Xitoy imperatoriga qarshi isyon ko'tarib, Xitoyning sharqiy va shimolidagi o'lkalarni ishg'ol qildi va 2 yil o'tgandan keyin poytaxt Chang'anga yurish qildi. O'nglik xon degan ism Xitoycha Anlushan deb talaffuz qilindi. İmparator Xuanzong Uyg'ur, Qarluq va boshqa turk hukmdorlaridan yordam so'rab yalvirdi. Uyg'ur xaqoni o'z o'g'lining qo'mondonligida zo'r bir qo'shinni O'nglik isyonini bostirish uchun Xitoy imperatorining yordamiga avatdi. Qarluq xonimi askar yo'lladi. 6 shaharning eng kuchli xoni bo'lgan Xotan xoni o'zi nurg'un askarlarini boshlab Xitoyga yordamga keldi. Bu turk qo'shinlari g'arbiy va shimoliy Xitoydan ichkirilab kirib, O'nglik xon bilan urushib, uni surgancha Chang'anga yetib bordi. Bu arada imperator Xuanzong o'lib, o'rniga o'g'li Suzong imperator bo'ldi. Suzong Chang'anni tashlab qochib ketib, O'nglik xon Chang'anni ishg'ol qilgan edi. Turk askarlari Chang'anni elib, qochib ketgan imperator Suzongni tepib kelib, taxtga o'ltirg'izib qo'ydi. Turk qo'shinlari hijriy 146, milodiy 763-yilgacha Xitoyda turib, tinchlik o'rnatdi. Uyg'ur qag'ani Bögük, ya'ni Bögü qag'an Shanshi yo'li bilan besib kirib, O'nglik xonning poytaxti bo'lgan Loyanga hujum qilib, ishg'ol qildi va u yerda 1 yil turdi. Uyg'ur davlatining janubiy yabg'usiga Xitoy imperatori qizini yotliq qildi. Uyg'ur davlati va boshqa Xitoyga yordam qilgan turk davlatlariga Xitoy imperatori alohida sovg'a salom taqdim qildi va davomli boj silah beradigan bo'ldi. Yordamga kelgan turk askarlari qaytdi. Shuning bilan uzun bir zamongacha Xitoy bu cho'ng kichik turk davlatlariga boj to'lab, ularning o'rtaq nufuzi ostida yashadi. Fasl 6 shaharga Tibetliklarning ikkinchi istilosi va bu istilodan qutulganligi. Tibet davlati hijriy 150, milodiy 767-yildan boshlab toza kuchlangan edi.
milodiy 765-yili Xitoyga yurish qilib, hatto Chang'anni bir mezgil muhosirada tutib qaytgan edi. Hindiston taraflariga yurish qilib, Qunuch shahrini olganligi rivoyat qilindi. Bu qadar kuchlangan Tibetliklar Hijriy 183, milodiy 800-yillari atrofida Sharq Turkistonga hujum qilib, Charchan, Xotan va Yarkan qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Keyincha Qashqarni oldi. 3 Kucha va Kingit xonlarimi Tibetliklarga bosh to'lab bo'ysunishga majbur bo'ldi. Bu istilo taxminan 21 yil davom qildi. Bu zaman ichida Sharq Turkistonda yuz bergan voqealar to'g'risida ishonchli ma'lumot yo'q. Tibetliklar Hijriy 206, milodiy 821 yili Xitoylar tarafidan mag'lub qilingandan boshlab ojizlashdi va bu fursatdan foydalanib 6 shahar xonlari birlashib Tibetliklarni haydab chiqardi. Tibetliklarni haydab chiqargandan keyin Xotan, Yarkan, Qashqar, O'ch, Kengit va Charkan xonlari burunqidek mustaqil bo'ldi. Keyinchi Qashqar xoni kuchlanib, Xotan, Yarkan va 3 qatorliq xonliqlarni o'ziga tava qilganligi ma'lum. Yuqorida aytganimizdek, bu davrga oid tafsiliy ma'lumotimiz yo'q. Hijriy 226, milodiy 840-yili Sharqiy Uyg'urlarning Sharq Turkistonga ko'chib kelishi sababi bilan yuz bergan hodisalarni tuvanda bayon qilamiz. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib Tarixga nazar programmamizning 20-sonini vaqt e'tibori bilan mush yerda oxirlashtiramiz. İnşallah oldimizdagi sonimizda 16-fasl Sharqiy Uyg'ur davlati degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. Rabbim umr bersa, oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.